inkaslardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Uyg'ur xalqining so'yilgan shoir va adiblarini turmalarga tashlab, ularni xalqining qalbidan o'chirishga urinib kelgan. Halbuki Abduqodir Jaloliddinga o'xshash shoirlarning o'qirmanlari, shogirdlari va muhojiratdagi qalamdoshlari ularni bir kunmi esidan chiqarmagan. Ben uzundan buyon şu o'zimninki tonish bilishlar orqali shu adabiyot sohasidagi men taniydigan ziyolilardan xabari bo'lmayotgan, yo'qolib ketib, kesilgini yoki boshqa ahvolga uchragan aniq bo'lmagan ziyolilar, yozuvchi shoirlar shu to'g'risida so'rab turatdim o'zimninki tonish bilishlar orqali. Shoir Abduqodir Jaloliddinning o'qirmanlaridan navbatda Norvegiyada yashayotgan Husanjon Apandi 5 yildan buyon izchil surishti qilish orqali buningdan 6 oy burun shoirning muddatsiz kesib o'tilganligi haqida uchragan. Yaqinda tuyuqsiz shu Abduqodir Jaloliddin apandimninki Ishkirdagi ma'lum bir Xitoy do'sti orqali u odamninki muddatsiz kesilganligi to'g'risida bir uchurga erishdim. Ama bu uchurni yetkazgan odam o'zima bu uchurni ko'p odamlarning bilmaydiganligini, anglisi cho'qim hayron qoldiganligini, lekin buning reallik ekanligini aytgan menga. Bu xabarning chinligini oydinlashtirish uchun yana bir mazgil izlangandan keyin shoirning ichki o'lkalardagi bir Xitoy kasbdoshidanmi o'xshash uchragan. Menga bu uchurni yetkazgan odamlar ikkilisi adabiyotning ichidagi odamlar. İkilisi ma'lum universitetlarda o'qituvchi. Biz bu usulning to'g'riligini oydinlashtirish uchun oldi bilan shoirning xizmat o'rni bo'lgan Xinjiang pedagogika universitetiga telefon qildik. 喂，你好。新疆师范大学吗？对。 Telefonimizni qabul qilgan xodimlardan biri shoirning jazo hukmidan xabarsizligini aytsa, yana biri hatta 我不知道你不清楚，我们不是人事部门，不太清楚这个。 bu universitet Abduqodir Jaloliddin ismli birisining bo'lganligini inkor qildi. 没有这样一个人，我们不清楚啊。是不是这个人死处？ Ameliyat 2 yildan oldingi aniqlashlarimizda bu maktabning siyosiy bo'lim xodimi Fungvinchang arxivga qarab chiqqandan keyin Abduqodir Jaloliddinning 2018 yil 28 yanvar kuni Urumchi shaharlik davlat amonlik soqchilari tomonidan tutib ketilganligini dalillagan edi. 你有他是吗？有事。你稍等一下，你留个电话，我给你叫人。喂，你是冯玉强吗？对。请问一下，Abduqodir Jaloliddin 老师在哪一个教育中心？你稍等一下啊，我帮你查一下。你说哪一个老师啊？Abduqodir Jaloliddin。Abduqodir 教授。哦呦，他这个没有给我回复，只是说被乌市国保支队带走了，1月29号。 Xitoy doiralari Uyg'ur elida tutqunlarning oqibatini faqat oilasiga bildirib, jamiyatdan sir tutib kelayotgani xili yillar bo'lgan bo'lsa-mu, yana ba'zi alohida delolarda tutqunlarning oila tabiatiga bildirmay kelgan. Masalan, shoir Abduqodir Jaloliddin, jurnalist Qurbon Mahmud, professor Raila Davudlarning oqibati ana shunday favqulodda chin holatda sir tutilgan tutqunlardir. Shoir Abduqodir Jaloliddinning Amerikada yashayotgan o'g'li Babur Abduqodirning radyomizga inkos qilishicha, u dadasining jazo hukmi haqida hech qanday uchur ololmagan. Dadamning muddat kesilgan to'g'risida bir gap anglab boqmoqchiman. Opam bilan ancha-muncha dadam qandayroq turib o'tibdi, dadamdan xabar bormi deb so'ragan vaqtda opam hech qanday gap yo'q deb javob berdi. Biz ilgirki aniqlashlarimiz davomida Qurbon Mahmudning jazo muddatini kuchar soqchilaridan Naqshchi Zoir Shohning tutqunda ekanligini otish soqchilaridan egallagan edik. Yana aniqlashtirimizda 2017 yildagi cho'ng tutqundan keyin tutqunlarning xizmat o'rni yoki turishlik o'rnidagi emas, balki asli yurtidagi soqchi organlariga yo'llab berilganligi va yoki sud hukmlarining mahkumlarning yurtidagi adliya organlariga yo'llab berilganligi ma'lum bo'lgan. Shunga biz shoir Abduqodir Jaloliddinning kesim muddatini aniqlash uchun Qashqar Bashkiramdagi adliya punktiga telefon qildik. Ha, qanday bo'ldingiz, yaxshimi? Ma Qashqar Bashkiram adliya punktimi? Biz shu Qashqar Bashkiramlik va shoir Abduqodir Jaloliddinning ahvoli haqida bir ma'lumot olaylik degandik. Xinjiang Spandaşo'ning bir o'qituvchisi hozir jazo muddatini o'tayotgan. Shu munosabatli kuchurni bu sildan og'ini bo'lamdi. Yoki saqchilarni hukamdi, bu kanat saqchilardi. Siz beşirq telefon urib so'rab bakın bunda ciddi ishlar bo'lsa aşağı doktorimiz aşağı saqchilar tutqatdi. Shundami? Navbatchi xodim dastlabda Abduqodir Jaloliddinning jazo hukmnomasining o'zlaridagi arxivda borligini
tilga oldi. Andın ben kompüterde kirgizgilik batdıyçı. Bir qarab baqing undasa. Bu az Julian'ı ay. Siz ha İsmail'dan nikni sürüşsem lan bu ya. Bo'ldi. Bizni hozir bilmoqchi bo'lganimiz bu qancha yillik kesildi, jazomat qanchalik, uning endi qaysi turma jazomatini o'tayapti. Sizga o pasaport bo'lmaydi bizden. Bak telefonu evalayın. Ha. Wey ni hao. Arkadan bu uçurlarni maxfiy tutish haqida ogohlantirish holatini eskartib, kesim muddati haqida ma'lumot bermadi. Qarang, bu qanday savol so'rashni, buni bilamiz. Shu ba'zan naslni biz asos qatlamdagi xizmat ishlayotganlardan so'rab baqamiz. Mat başlık telefon qilib unda Bu- sondan so'rab başlık demaslik to'g'ri gapgan tekin bo'ldi. Xizmat huquq dairimizdan sirtida deysiz. Ha to'g'ri ishchi. Shu Tek ishlar bu. aloq qilish to'g'riliq. Ha. Bizga yig'inda ta'kidlaydi davomli. Biz Beşkiram kentdagi bir kent soqchisi Abduqodir Jaloliddinning urug'tuqqan va yaqin o'tgan kishilar bilan suhbatlashish orqali uning muddati kesib o'tilganligidan xabar topganligini oshkorildi. Shu Abduqodir Jaloliddinning urug'tuqqanlarini siz shu ziyorat qilib bag'a vaqtingizda bu xizmat munosabati bilan bergan javob nima? Shu Abduqodir Jaloliddin haqida. İzzet kılsam meydanıda geçsez o bana işbek eriyken. Şimdi balığın müddeti edip doğan. Urug'tuqqanlari bu sotga qatnashalaptimi? Sotku nakti boğan sotken ilişkin karakımaptınız. Bir-birinden anışta sot geçken ilişkini çizilmekte bizim için tahtına aldık. Deyilishcha Abduqodir Jaloliddin ustidan 2019 yilning o'rta oxirlari maxfiy sud yozilgan. Mayli bu Abduqodir Jaloliddinning urug'tuqqanlari bo'lsin, mayli aslan yizliq adliya punktidan bo'lsin, bu Abduqodirningki qayerda jazomatini o'tayotganligi, qaysi turmada ekanligi haqida sizga berilgan bir ma'lumot bormi? Yok. Sizni ko'chadan anglaganingіз nima? Endi hozir bu muddati kesib o'tadigan degan chog'da cho'qim bir nima deydi, manda qilibdi deydi. Birisi tayin birisi bunu Türkçen adukatı Türkçen. Abduqodir Jaloliddinning yurti Bashkiramdagi yaqinlaridan biri uning advokati bilan ko'rishib, uning jazosini yengillatish uchun yo'l qo'yish orzusini bildirgan. Ammo advokat uningga Abduqodir Jaloliddinga ortilgan jinoyatning bakli og'irligini eskartib, ortiqcha pul va kuch sarf qilmaslikni tavsiya qilgan. Siz shu gapini qilgan shu tonishi, shu advokat bilan ko'rishib kelgandan keyin uni izladingizmi? U nimalarni anglabdi? Ben ödem izledim. İzzet kılsam bunu bir koplup kalsan yoluna bakılır. Lekin amal ba yol mangırık yok. Yol mangırık mı da? Entersası yol mangırık koplup kalsın men kılarını bulmuştu sizce. Şu balık advokat o kadar Abduqodir Jaloliddinning muddasiz kesilganlik uchurini olgan, uning ba'zi qalamdoshlari uning turmada yozgan "Yonarim yo'q" nomli she'rini eslashdi. Fasillarni ko'rib turdim rujaklardan. Hiçbir xabar ololmadim chechaklardan. Bu seg'inish o'tib ketdi so'ngaklardan. Qandoq joy bu? Bararim bor, yonarim yo'q. Tadqiqotchi Abduvali Ayub shoirning "Yonarim yo'q" nomli she'ri orqali butun Uyg'ur mahbuslarning ichinishlik oqibatini ifodalab qolmasdan Bu she'rdan shu bir so'z bor, qarorim yo'q degan. Qaror degan asli vaqt qaraldiki, qaral muklidu shuningda qaroyim yo'q degani muddat yo'q deganni bildiradi shu. balki yana o'zining muddasiz kesilganligidek bir uchurini angliq yoki angsiz holda jamiyatga bildirganlik ehtimolligini o'tirib qo'ydi. Ondan yonarim yo'q ne bir bisharat desak, u qaroyim yo'q degan bir bisharat bo'lgan bo'ldi. Şun bu she'rdan muddasiz kesilganligini ifodalash chiqadi, chunki yerda o'zining uchurini yetkazish tashnoligi bo'ldi insonda, o'zining hayotligini nim bo'layotganligini bir şekilde sirtkilarga bildirish tashnoligi bo'ldi. Bu shu she'ri orqali Abduqodir ma'lum buni bilgan bo'lishi mumkin. Hurmatli radio anglag'uchilar, shoir va adib Abduqodir Jaloliddin 1964-yilda Qashqar Bashkiramda tug'ilgan. 1986-yilda Qashqar pedagogika institutini bitirgan. 1990-yildan 2009-yilgacha Shinjong Ma'rif institutida 20 yilgacha o'qitishlik qilgan. 2009-yildan 2018-yil tutqun qilingacha Shinjong pedagogika universitetida aspirant o'quvchilar yetakchisi bo'lib xizmat qilgan. Shoir va adib Abduqodir Jaloliddin ko'p sonli she'r, adabiy xotira, ilmiy maqola, sayohat xotirasi va tarjima asarlar orqali tanilib qolmasdan, balki yana turli ilmiy va ommaviy so'rovlarda so'zlagan leksiya ham nutqlari bilan Uyg'ur jamiyatida zo'r ta'sir qo'zg'agan.